Assalomu alaykum aziz obunachilar. Sadvin savxozidan uy so'raganlar uchun 2 sotil uyimizni ko'rsatib o'taman. 4 xona, 2 qavat, oshxonalar alohida. Bag'da sanuzellar joylashgan. Bu tomonda oshxonamiz. Bag'da yangi qurilgan binosi. Polni pishirishda bo'lgan. Pastda 2 xona, tevada 2 xona. To'pli pollari bo'lgan. Bu xonani spalniy xonasi ham bo'ladi. Bu tomonda sanuzeli bor. Bu tomonimiz hol. Ikkinchi qavatga chiqish. Ikkinchi qavatini ko'rsatib o'taman. Bu ikkinchi qavatimiz, yana bitta xona. Bu tomonda yana bitta xonasi bor. Plus bag'da ham bitta sanuzel. Egalar uyimiz uchun 65 ming narx aytishyapti. Yana oz-moz kam bor. Pastda nomer qoldirib qo'yamiz. Telefon quloq-quloqiga. Egalar uyimiz uchun 65 ming narx aytishyapti. Yana oz-moz kam bor. Pastda nomer qoldirib qo'yamiz. Telefon quloq-quloqiga chiqishlaring mumkin.